$55,000 ga bunaqa joyda uy yo'q-da. Assalomu alaykum hammaga. Tashmoriy daryosidan 3 kilometr o'tganda sizlarga 11,5 sotixlik tayyor kirib yashaydigan fayzli uchastka topib qo'ydim. Narxi bor yo'g'i $55,000. Batafsil video davomida ko'rsatib beraman. Shunaqa arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Fayzli tinch mahallada shunaqana suvi bo'yida joylashgan bot. Shu yo'l orqali kirib kelamiz. Yo'laga ham uchastkamizga qarashli bo'ladi. Ichkari tarafini ko'radigan bo'lsak, kiraverishga avtomashina qo'yish uchun umuman muammo bo'lmasa kerak. Shunaqa keng katta navisni joy ko'rishimiz mumkin. Aylanasiga ham navis qilib qo'yishgan ekan. O'rtada katta zeleniy zona joylashgan bo'lsa, uchastkamizni faqatgina fasad ishlari qolgan 6-7 xonalari bor, remontlari o'rtacha holatda tayyor kelib yashaydigan. Har bitta xonaga e'tibor beringlar. O'zida ko'chaga qaragan oynalari bor. Ba'zilari zal ko'rinishida, ba'zilari yotoqxona ko'rinishida, alohida namozxonalarni ko'rishimiz mumkin. Alohida sanuzor joylashgan bo'lsa, uni yonginasida sportivniy xonani ko'rishimiz mumkin va ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Xona razmerlari katta ishlangan. Bu yerda letniy kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Xonadonimizni o'zini orqa hovlisiga ham ega. Orqa tomonda ham katta ariqlar o'tgan ekanda, orqada kelib qanaqadir xullas chorvachilik qilaman deysizlarmi? Tayyor kelib yashaydigan uchastka, gaz, svet, suv, umuman muammo suvlargacha olib kirib qo'yishgan ekan. Tashmoriy daryosidan 3 kilometr o'tganda narxi $55,000. Pastdagilar nomer telefon qilinglar.